Assalomu alaykum. Sanitariya.uz kanalini kuzatuvchilari. Sizlar uchun bugun maxsus Aldez va Alster vositalarimiz bilan endoskoplarga dezinfeksiya qilish va ularni sovuq kimyoviy sterilizatsiya qilish uslublarini ko'rib chiqamiz. Bu vositalarni Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Andijon filiali misolida ko'rib chiqamiz. Endoskopik amaliyotlar samarali tibbiy xizmat bo'lib, turli xil kasalliklarga tashxis qo'yish va ularni davolash, endoskop jarrohlik amaliyotlari, ya'ni laparoskopiya amaliyotlarida qo'llaniladi va endoskop uskunalari yordamida amalga oshiriladi. Laparoskopiya operatsiyasidan so'ng endoskoplarni dezinfeksiya, sterilizatsiya oldi tozalov ishlari va sovuq kimyoviy sterilizatsiya jarayonlarini ko'rib chiqamiz. Dezinfeksiya, sterilizatsiya oldi tozalov ishlari va sovuq kimyoviy sterilizatsiya jarayonlarini o'tkazish uchun Aldez va Alster dezinfeksiyalovchi vositalaridan foydalanamiz. Ishlatilgan endoskoplarni dezinfeksiya qilish uchun 4987,5 ml suvga 12,5 ml Aldez vositasi qo'shiladi. Bunda 0,25% 5 litrli ishchi eritma tayyor bo'ladi va bu ishchi eritmada yarim soat davomida endoskoplarni shotka yordamida tozalab dezinfeksiya qilinadi. Endoskoplarni dezinfeksiya qilib bo'lingandan so'ng oqar suv yordamida yaxshilab chayib tashlanadi. Kanallari esa maxsus pistolet yordamida chayiladi. Endoskoplarni oqar suvda chayqalgandan so'ng sterilizatsiya oldi tozalov ishlari o'tkaziladi. Buning uchun 4995 ml suvga 5 ml Aldez vositasidan qo'shiladi. Shunda 0,1% 5 litrli ishchi eritma tayyor bo'ladi va bu ishchi eritmada 3 minut davomida sterilizatsiya oldi tozalov ishlari olib boriladi. Sterilizatsiya oldi tozalov ishlaridan so'ng qon qoldig'ini aniqlash uchun azopiram sinamalari, yuvuvchi moddalar qoldig'ini aniqlash uchun esa fenaftalin sinamalari o'tkaziladi. Azopiram fenaftalin sinamalari o'tkazilgandan so'ng endoskoplar distirlangan suvga chayiladi. Keyingi bosqichimiz sovuq kimyoviy sterilizatsiya jarayoni. Buning uchun 4675 ml suvga 325 ml Alster vositasidan qo'shiladi. Shunda 6,5% ishchi eritma tayyor bo'ladi. Bu ishchi eritmada endoskoplar 15 daqiqa davomida bo'ktirish usuli bilan sovuq kimyoviy sterilizatsiya qilinadi. Dezinfeksiya, sterilizatsiya oldi tozalash ishlari va sovuq kimyoviy sterilizatsiya uchun tayyorlangan ishchi eritmalar ifloslanish darajasiga qarab 28 kungacha saqlanishi mumkin. Sterilizatsiya qilingan endoskoplar steril suvlarda chayqaladi. Steril holatda ichki kanallari 96% spirtda quritiladi va steril choyshaplarga o'ralib, maxsus steril bikslarga solinadi va 72 soat davomida saqlanadi. Mana vositalarimizni ko'rib chiqdinglar, qanaqa ishlatilishi, qanaqa konsentratsiyalarda qo'llanilishini ko'rib chiqdinglar. Bizni kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqarmanglar, like bosishni esdan chiqarmanglar. Bundan tashqari yana qanaqangi vositalar haqida sizlarga ma'lumot berishimizni xohlaysiz? Buni kommentariyada yozib qolishingizni so'raymiz. E'tiboringlar uchun kattakon rahmat.